Mevcutluk teşnalıqı. Mevcutluk teşnalıqı. Angliyada kögen anlıqallarım. Abduqadir Jaloliddin. Yer şarida bizmi ba. Abdurning kirish so'zi. Mevcutluk teşnalıqı degan kitobimni yezib oxirlashtirib, uni yengillik va fikrga tashna o'qirmanlarimning qo'liga topshirish oldida turganligimdan yengillik va arom his qilaman. Balkim kitobdagi ba'zi bir bayonlarni talto'kis yengillik deb ketgilimi bo'lmas. Ammo ular yot iqlimlarga intilib o'zgacha rayonlarni o'z ko'zi bilan ko'rish fursatiga erishaolmagan kishilarimizga nisbatan oz to'la jalbkorlikqa ega bo'lishi mumkin. Eskertib qo'yish lozimki, masalaning negizi qandoqdir ko'rgan bilgan ishlarni tasvirlab qo'yishda emas, balki qalamga elingan ushoq ishlarga nisbatan qandoq o'yladi bo'lishda. Muallifning mazkur kitobni yezishiga turtki bo'g'ini uning Angliyada yurib nihoyat cho'ng ishlarni ko'rib ketganligi emas, yoki Angliyaga chiqishni sharaf bilib u yerdagi shaxsiy turmushini davron qilib qo'yishmi emas, va yoki kichik ishlarni kitob qilib yezib nab undirishmi emas. Yo'q, hargiz undoq emas. Kitob yezib oilamni boqqudek nabga erishib boqqanimmi yo'q. Bu kitobni yezishimga haydakchi bo'lgan omillar hech bo'lmaganda mundoq bo'lishi mumkin. Men bir dilla taraqqiyot darajasi, tuzilmish shakli, turmush yo'soni bizga tamoman o'xshamaydigan bir jamiyatga bog'inim uchun bu jamiyatdagi har qanday odam, har qanday manzara, har qanday qiyofat, har qanday qoida ro'shan tortish kuchiga ega bilindi. Men ana shu xil berilib ko'zitish davomida har qanday oddiy narsadan yengillik his qildim. Men ko'rganlik narsa menda selishtirma fikr xiyollarni uyg'otdi. Ehtimol diqqatimni tortgan u narsalar yerliklar uchun arzimas narsalar bo'lishi mumkin. Bir qashqarlikka nisbatan uning atrofidagi turmush hodisalari hech qanday ma'niga ega bo'lmagani bilan New York yoki Londondan kelgan sayohatchi uchun kishini intiltiradigan ajoyib ishlar bo'lishi mumkin. Ko'rganlari to'g'risida astoydilroq o'ylab beqishni odat qilmagan kishilarning oldida mo'jiza yuz bergandimi hech nimani o'ylamasligi mumkin. Biroq ma'naviy ko'zlarini ishqa soladigan kishilar uchun har qanday narsa mo'jizaga aylana oladi. Aslida insonning o'zimi mo'jiza emasmi? Angliyadagi turmushim bakli oddiy. Qaltis ishlarga yo'liqqidek yoki shahid bo'lg'idek imtiyozimmi yo'q. Lekin ashu oddiy turmushimdagi shay ila haqida o'ylarni surib, o'zimcha zilzilaga kelgan paytlarimmi ko'p bo'lgan. Şoňa meni o'y xiyollarga giribtar qilgan oddiy turmush ta'sirotlarimni o'qirmanlarimga so'zlab berib, ular bilan billa o'ylashni ravo ko'rib qoldim. Nihoyat afsuski, vatanga qaytib kelgandan keyin qo'limga darhol qalam ololmay,
Naq maydondagi nozik ishki kechirmishlarim g'uvolashib faqat ideyali saqlanib qoldi. Shundaqdimi ayni chog'dagi hislarimni aslashga ko'p tirishdim. Hislar ideyadek ro'shan bo'lmagani bilan qalbning tirallikini ko'rsatadigan qimmatli xurujlardir. Garchi men Angliyada uzun turmagan bo'lsam-mu, u yerda turib ko'rgan bilganlarimni kitob qilib yozishda qiyin ishga tavakkul qildim. Bundaq kitobni chet elda uzun turganlar yozishga haqli deyishga to'g'ri kelganda, men faqat sukut qilishni tanlab olatdim. Ammo mening yozishga jur'at qilishim boshqalarning yo'lini etib qo'yish emas, balki yo'l echish. Yana bir sabab shuki, vatanga qaytib kelgandan keyin talabchan o'qirmanlarim meni ko'rganda Angliyadagi ta'sirotlarim to'g'risida bir narsa yozishga rag'batlantirdi. Ularning ichida peshqadamlar, studentlar va kitobxumor jamiyat yoshlari bor. Ishki o'lkalardagi o'rta maktablarda o'qiyotgan o'smirlar va yoshlarni alohida xat yozib, sodda so'yimlik tavsiyalarni bildirishdi. O'zini izlash bo'sog'isida nomli kitobim nashrdan chiqqandan keyin ko'nglida armonlar yelinjab turgan yoshlar, bo'libmi oliy maktab o'quvchilari qizg'in xaridorlik bildirishdi. Farzandlari yangidan Yaponiyaga chiqib ketgan ba'zi ota-onalar ko'chalarda to'y-to'kun va nazar chiroq so'rinlarida menga tashakkur izhor qilishdi. Hatto turmadan avatilgan dil bayonlarini topshirib oldim. Men bulardan xalqimizning dunyoni tushunishga naqadar tashno ekanligini tushundim. Albatta, bu tashnolikni to'liq qondirib ketalayman, bu jihatdagi xizmatni voyaga yetkazib qila olayman debmi qaramayman. Ammo shundoq bir ishni qilish kerakligini yaxshi bilaman. Eng yaxshi qilishni eng yaxshi qila oladiganlarga qoldiray. Ammo qo'limdan kelganini qilay deb o'yladim-da, shuning bilan mazkur kitobni yozishga iroda qildim. Shunisi aniqki, men Angliyani to'liq tushunishdan xeyli yiroq. Mendikilari faqat tor doiradagi bir yillik turmushning gadirmash ta'sirotlaridan iborat xolos. Shundoq bo'lg'achqa Angliya madaniyati va tarixiga doir materiallarni ko'rishga to'g'ri keldi. Jungo va chet ellik qalam egillari yozgan bir qism kitoblarni ko'rib chiqqandan boshqa, yana Angliyaga oid sayohat qo'llanmalari xaritalarga nazar sep chiqdim. Bulardan bilim va uchur xarakterlik nurg'un ma'lumotga erishdim. Mening hammadan ko'p foydalanganim Inter to'ri bo'ldi. Men bu qitimqi yeziqchiligimning Inter to'riga intayin bog'lanib ketganligini hayronlik bilan payqadim. Kitobda yozgan nuqtaliq joylarni Google xaritasi orqali qaytadan ko'zdan kechirib, ayni vaqtdagi naq maydon haqidagi tuyg'ularimni qaytaladim. Arada Inter to'ri to'xtab ketganda yeziqchiligimni to'xtatib qo'yishga majbur bo'ldim. Turmush va xizmatdagi turli masalalar, yokorlarcha kishilik aloqalar yeziqchiligimni talay qitim uzib qo'ydi. Bu kitobni tamomlash jarayonida ba'zi jurnallarning buyurtmalarini ep turdim. Dissertatsiyalarni ko'zdan kechirib fikr berib turdim. Xudoga shukri, mavjudlik tashnoligiga oxirgi chekitni urishga muvaffaq bo'ldim. Kitobda ba'zi o'rin va shaxslar to'g'risidagi detallar biroz tafsiliy yozilgan bo'lishi mumkin. Ish bo'lmaganda bir qism o'qirmanlarga ziyoda inchikilagandek ta'sirot berishi mumkin. Muallifning maqsadi o'qirmanlarga boshqalarning yashash va o'ylash shakli haqida imkon qadar ko'proq yeb uchi berish bo'lganlikdan, o'zining ular bilan bo'lgan muloqotlarini tasvirlashga bo'lgan moyilligini ko'rsatdi. Uningdan qanchalik unum yaratishni o'qirmanlarning o'ziga qoldiramiz. Chunki har bir o'qirmanning unum qarashi o'xshamaydi. Angliyaga berishda men nurg'un azguniyatlik kishining xolis yordamiga erishdim. Ularning yordami bo'lmagan bo'lsa, chet elga chiqish orzuyim ko'pikka aylangan bo'ladi. Yana menga nurg'un do'stim, yurtdishim va ixlos menim himmat qo'lini sundi.
ularning duosining barakati bilan ba'zi kitob materiallarini ikkilanmay elishga muyassar bo'la oldim. Yuqori iste'mollik Londonda ziyoda iztirob chekmay, tejashchanlik va planliq holda istiqomat qila oldim. Men ularga tashakkur aytaman va saxovati uchun yaratquchidan asoyishlik tilayman. Kitobni putkizgucha oilamdagilarning illiq so'ygu rag'bati va tasalli himmatidan oziq oldim. Bu ma'nodan aytganda, bir kitobni avtor yozadi, uning atrofidagi kishilar avtorning yuragiga qon bilan jon beradi. Ajrim elning nazarida ajrga aylansa ushbu bastur. İç pushuqi uchun kitob o'qiydigan kishilarga bu kitob ig'ir kelar balkim. Abduqodir Jaloliddin 2011-yili 5-oy Urumchi. Safarda 5 xil foyda bordir. Birinchi g'am va xofiliq ketadi. Ikkinchi tirikchilik sarmoyasi hosil bo'ladi. Üçüncü bilim öğrenadi. Dördüncü adab ve ahlak öğrenadi. Beşinci ulug'larning sohbetidan bahra oladi. Biroq safarda horg'inlik, tanholik, bayoban kezmeklik ve qattiqchiliklarni ko'maklikdek jafo mushaqqat bo'lsa-mu, bu chekimchi ve hasadxo'rlarning orasida tirik yurishdan ming yaxshiroqdir. Muhammad Sodiq Koshig'ari. Men bayqagan bir sir shuki, sen bir egiz taqqa chiqqandan keyin yomishqa tegishlik nurg'un tog'ning baliqini ko'rsan. Nelson Mandela. Boshqalarning qo'li bilan go'har ko'lama, o'z put qo'lingni ishqa sol. Nizomi Ganjaviy.